issiq havoda qaynoqqina narxlarda yangiligimiz kelib qoldi. Hurmatli obunachilar, 4 kishilik liton akkumulyatorli mashinamiz keldi. Elektromobil rangi qorasidan, tepalari lukli variantli. To'rt kishi bemalol sig'adi bunga, maza qilib ketadi arqa variantlari. Xo'p, salon qismlari, salonlari ham kengina, kishi bemalol sig'adi. Kalitlari bunda pechkalari ham bor. Ulatib olsa bo'ladi pechkasini ham. Xo'p, zadniga, metroka va oldinga va bunda kechqurun mana shunaqangi svitlari yonadi. Hozir ham yonib turibdi, kechqurun asosan bilinadi. Bunda pavorotlar, dvorniklar, hamma narsa ishlaydi, signallar. Buni eng zo'r tarafi, hurmatli obunachilar, roli juda yumshoq, haydaydigan odam maza qilib haydaydi. Keyin bunda tormozi oyoq tormoz bo'ladi, rushnoy bo'lmaydi, oyoqda ezib turib qistirib qo'yiladi. Bular panejniy. Bemalol yana bir kishi sig'adi, maza qilib ketadi. Salon qismlari, derazalari rushnoy bo'ladi. Old salonlari. Hop. Bular shumka bo'lmasa ham, lekin ovozlari bilinmaydi. Juda yumshoq narsa. Arqa salonlari. Ikki kishi bemalol sig'adi bunga. Xo'p, yurish masofasi 100 kilometrdan oshiqroq masofani bosib o'tadi. Buni yangiligi shundaki, bu liton akkumulyatorli bo'ladi bunda. Ko'chada zaryad qilib ketsa ham bo'laveradi bunda. Xo'p, buni narxi 24 million deyilyapti, yana kami bor, yana o'tib beriladi. Bizning kanalimizdan telefon qilib so'rasalaring, bemalol o'tib berishadi yana. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Katta stadion svitofori yonida. Telefon nomerlar 95lik 087 25 26. Bemalol telefon qilib savdolashib, narxlarni so'rashlaring mumkin. Yangilikda bombas keldi. Ikkita turibdi bundan.